Balki faqat menga shuni tuyulayotgandir. Lekin dunyo deyarli bir kechada o'z jozibadorligi va qiziqarliligini yo'qotib qo'ygandek emasmi? Go'yo qayerga bormay, qaysi joyga tashrif buyurmay, hammasini allaqachon ko'rganman. Dunyo bo'ylab barcha shaharlarda bir xil do'konlarga duch kelaman. Vokzallar va aeroportlar ham bir-biriga o'xshab ketadi. Hatto odamlarning o'zi ham tashqi ko'rinishi va yashash tarzi bilan bir-biriga o'xshab ketadilar. Hamma narsa xuddi zavoddan chiqqandek, o'ziga xoslik va betakrorlik tobora yo'qolib borayotgan fazilatlarga aylanib qoldi. O'zimizni ovuntiradigan narsalarimizning katta qismi esa takrorlanadigan, haddan tashqari ko'paygan mahsulotlarga o'xshaydi. Go'yo sayyoramiz o'z sehru jozibasini, hayot esa o'z sirini yo'qotgandek. Dunyo bir paytlar jumboqlar va sirlarga ma'lum ulkan makon kabi tuyulgan bo'lsa, hozir go'yo yirik bir-biriga ulangan savdo markaziga aylanib qolgandek. Bu yerda har bir kichkina nuqta, har bir muhim maskan do'kon vitrinasida turgan mahsulotlardek ko'z-ko'z qilinadi. Haqiqiy sarguzasht va kashfiyotlar o'tmishda qolgan, tajribalar esa do'konlardagi tayyor qadoqlangan. Ovqatlar singari tovarlashgan, ya'ni sotib olinadigan mahsulotga aylangan. Va biz o'zimizga savol beramiz. Hayratlanishga nimadir qoldimi o'zi? Nimani kashf etish mumkin? Qaysi tajribalar chindan ham qadrli va qalbimizning eng tub qatlamlariga tegishli? Shunchalik globallashgan texnologiyalar tufayli kichraygan va sirliligidan mahrum bo'lgan dunyoda umuman ma'no qoldimi? Ushbu videoda nega bugungi hayot shu darajada tekis, xira va ancha hayajonsiz tuyulish haqida gapiraman. Sirlilik yo'qolishi. Dunyo bir paytlar sir-u sinoatga burkanganini yaxshi eslayman. Shuni ham unutmangki, men ulg'aygan 90-yillarda ham insoniyat texnologiyalarining ancha salmoqli qismiga allaqachon ega edi. Internet endigina paydo bo'layotgan, mobil telefonlar esa ommalashuvining ilk bosqichida edi. Bolaligimda atrofimdagi hamma narsaning bepoyonligi meni hayratga solardi. Koinot, somon yo'li, quyosh tizimidagi sayyoralar, jumladan o'z sayyoramiz ham. Hatto o'zim yashagan shahar ham menga ulkan makon bo'lib ko'rinardi. 10 yoshlarim atrofida ham hali kashf etadigan juda ko'p narsalar bor edi. Yer sayyorasi haqida, g'arg'oyib mamlakatlar, olis qit'alar kesib o'tilishi kerak bo'lgan ulkan okeanlar haqida-ku gapirmasa ham bo'ladi. Otamning Shimoliy Amerika haqidagi bir kitobi bor edi. Unda chiroyli suratlari va muqovada Nyu-Yorkdagi egizak minoralar tasviri bor edi. Men o'sha egizak minoralarga, ularni o'rab turgan Manhattan manzarasiga uzoq-uzoq tikilib qolardim. U men uchun o'sha olis shahar haqida mavjud bo'lgan kam sonli manzaralardan biri edi. Men unga butunlay mahliyo bo'lgandim. Ancha yoshligimdan boshlab butun dunyo bo'ylab shaharlarga oid ma'lumotlarni ensiklopediyalardan izlab yurardim. Shahar xaritalariga esa mutlaqo oshno bo'lib qolgan edim. Hatto ularni sevimli mashg'ulot sifatida o'zim chizar edim. Chunki ular men uchun notanish joylarning ko'chalari, temir yo'llari va daryolarining shakl va shamoyilini ochib berardi. Bu joylar aslida qanday ko'rinishda ekanini tasavvur qilishga urinardim. Masalan, Madrid shahrini olaylik. Menda faqat xarita va ensiklopediyadagi kichkinagina surat bor edi xolos. Ispaniya poytaxti men uchun ham u yerda oldin bo'lmagan odamlarning aksariyati uchun ham asosan sirli shahar bo'lib tuyular edi. Dunyo shu darajada noaniq va tushunarsiz bo'lib tuyulsa-da, men uni ko'proq ko'rishni istardim. Aynan mana shu cheklangan ma'lumotning o'zi meni yanada intilishga undardi. Mendan tashqaridagi dunyoda nimalar borligi haqidagi o'ylasam, quvonardim. Shunchaki biron shaharning nomi va xaritadagi o'rni, madaniyat haqida ajib faktlar, shaharning aholisi soni va notanish shaharlar haqidagi shu kabi qisqa ma'lumotlar haqida o'ylashning o'ziyoq kishiga qandaydir ajoyib tuyg'u berardi. Shaharlar haqida qancha kam bo'lsam, ular shunchalik jozibali bo'lib ko'rinardi. Ular olis va nihoyatda sirli edi. Dunyoning o'zini esa ulkan, sehrli va hayajonli makon deb bilardim. So'nggi 20 yil davomida texnologiya shubhasiz hamma narsani o'zgartirdi. Ispaniya qirg'oqlarining istalgan nuqtasini batafsil ko'rmoqchimisiz? Shunchaki Google Street View dasturidan foydalanish kifoya. Hammasi ko'z oldingizda paydo bo'ladi. Istalgan sohil shaharchasini, mehmonxonalarni, restoranlarni, sayyohlik manzillarini ko'rib chiqishingiz, minglab suratlar, videolar va sharhlarni ko'rishingiz mumkin. Uzoq manzaralarni ko'rish uchun uy eshigidan chiqishingiz ham shart emas. YouTube'ga kirasiz xolos. Borishni orzu qilgan joyingizga allaqachon borib kelgan yuzlab blogerlarni topasiz. Ular barchasini batafsil ko'rsatishadi. Ehtimol jonli efir ham chiqib qolar. G'alati, noma'lum, olis bir joyga ekspeditsiya qilish haqidagi orzuyingizchi? Bu orzu endi chilparchin. Bu yangi joyda nimagaki duch kelmang, bularning hammasi allaqachon butun dunyo nigohi uchun efirga uzatib bo'lingan.
Bu xuddi shirinlik do'koni vitrinasidagi tizilib turgan tortlarga o'xshaydi. Kashf etishga nimadir qoldimi? Nimadan hayratlanish mumkin? Bir paytlar sirli va olis tuyulgan joylar endi smartfonimizdan buyurtma qilinadigan oddiy mahsulotga aylandi. Biz shunchaki ekrandagi tugmani bosamiz, samolyotga o'tirib boramiz va aynan kutgan narsamizni ko'rib qaytamiz. Millionlab odamlar bizdan oldin ham shunday qilishgan. Yana millionlab odamlar bizdan keyin ham xuddi shuni takrorlayveradi. Albatta, bu sayohat butunlay mazmunsiz degani emas. Biror joyda o'zingiz bo'lib, u yerdagi muhitni, kayfiyatni, tovushlarni va hidlarni his qilish bilan o'sha joy haqidagi videoni ko'rish o'rtasida baribir katta farq bor. Lekin texnologiya sayohatni ham, umuman hayotni ham ko'proq tijorat ruhidagi ruhsiz bir narsaga aylantirib qo'ydi. Ko'p narsa osonlashdi, lekin ularni mana shu mazmundan mosuvo qildi. Ma'naviy ishsizlik. 20-asr boshida tug'ilgan norvegiyalik pessimist faylasuf Peter Zaffe texnologiyaning odamlar hayotiy tajribasiga ko'rsatadigan vayronokor ta'siri haqida allaqachon yozib ketgan. U texnologiya odamlarni noaniq, oldindan aytib bo'lmaydigan sinov va qiyinchiliklarga to'la dunyoda yashab qolish uchun bajariladigan ma'naviy mehnatdan mahrum qilayotganini aytib, buni ma'naviy ishsizlik deb atagan. U hatto kashf etilmagan, xaritaga tushmagan hududlarni uchuvchi apparatlar bilan o'rganishni ham jinoyat deb hisoblagan. Chunki bu inson uchun zarur bo'lgan ko'plab tajribaga oid imkoniyatlarni yo'qqa chiqaradi. Men yaqinda ommaviy turizm markaziga aylanib qolgan Tokioda bo'lgan sayohatim haqida o'ylayapman. Chet ellik nuqtai nazari bilan qaraganda Tokio Osiyoning uzoq sharqida joylashgan olis maskan bo'lsa-da, bugun u yerga borish juda oson. Smartfoningizni qo'lingizga olasiz, chipta buyurtma qilasiz, mehmonxonaga bron qilasiz va uchib ketasiz. Tez, xavfsiz, qulay. Ko'ngil yana nimani tusashi mumkin? Endi tasavvur qiling, siz 18-asrda yashayotgan amsterdamlik odamsiz va Tokioga yo'l olmoqchisiz. Aytgancha, o'sha davrda Tokio Edo nomi bilan aytilgan. Voz kemasiga chiqishingiz taxminan 6 oydan 9 oygacha davom etadigan og'ir safarga otlanishingiz, so'ngra amalda chet elliklarga yopiq bo'lgan Yaponiya tomon savdo ekspeditsiyasiga qo'shilish imkoniyati bir umrda bir marta nasib etishiga umid qilishingiz kerak bo'ladi. Tokiogacha bo'lgan bunday safar uzun va xavfli edi. Bo'ronlar, kema halokatlari, bezgak, qaroqchilar, tropik isitmalar va oddiygina uyga qaytmay qolish ehtimoli kabilar Tokioga borish uchun to'lanadigan badalning bir qismi edi. Aynan mana shu Zaffe ma'naviy mehnat deb atagan narsa edi. Biz bugun Shinam samolyotlarida 20 soatdan ham kamroq vaqt ichida bosib o'tadigan yo'l hozir ko'proq qandaydir ma'nosiz noqulaylikka aylangan. Biz samolyotdan tushib, manzilimizga tezroq yetib borishni orzu qilib kutamiz xolos. O'sha paytda esa bunday safar bugungi kunda faqat juda oz odamlargagina nasib etadigan, hayot miqyosini belgilab beradigan darajadagi voqea edi. Sayohatning uzundan uzoq davom etishi, to'siqlar va mavjud xavf-xatarlar sayohatga ma'no baxsh etib, uni nihoyatda katta ahamiyatga ega tajribaga aylantirardi. 18-asrda Bryusseldan Amsterdamga yo'lga chiqish bugungi kunda deylik Berlindan Singapurga uchib borishdan ko'ra ancha qiyinroq va sarguzashtlarga bayroq bo'lgan. Texnologiya tufayli sayohat qilish tobora qulaylashib bormoqda. Lekin biz shu bilan birga juda qimmatli tajribalarni ham boy beryapmiz. Bir paytlar sarguzashtlarga, kutilmagan burilishlarga va mavhumlikka limmolim bo'lgan safarlardan keladigan mazmun va qoniqish hissi endi yo'q. Endi bu hisni sog'inamiz xolos. Hayotdagi boshqa narsalar haqida ham shunday desak, to'g'ri bo'larmikin har holda. Masalan, yigit va qizning tanishuv jarayonini olaylik. 17 yoshligimda bizda MSN, Messenger va elektron pochta bor edi. Xolos, onlayn ijtimoiy aloqalar bundan ko'ra ko'proq rivojlanmagan edi. Tinder singari tanishuv ilovalari yo'q edi. Kim bilandir onlayn tanishish esa faqat g'alati odamlarga xos ish hisoblanardi. Mening yoshimdagilar ham har juma oqshomlari boradigan, o'tirib suhbatlashadigan, o'ynab kuladigan va nihoyatda arzon ichimlik ichadigan joylar bo'lardi. Kim bilandir tanishmoqchi bo'lsangiz, aynan o'sha joy va o'sha payt siz uchun eng keraklisi bo'lardi. Shuning uchun ham turli voqealar ro'y berardi. Bunday joylardagi yigit-qizlarning ko'pchiligi fursatdan foydalanib qolardi, chunki ularning cho'ntaklari va sumkalarida yuzlab Tinder dasturidan topilgan juftlar yo'q edi. Tanishuv miqyosi cheklangan edi. Asosan yashayotgan shahrim va atrofdagi bir necha qishloqlardagi odamlar bilan tanishish imkoniyatim bor edi xolos. Ammo shuning o'zi yetarli edi. Mana shu tanlovning cheklanganligi bizni bor narsani ko'proq qadrlashga va qarama-qarshi jins vakillarining e'tiboriga ochiqroq bo'lishga majbur qilardi. Bo'lajak juftingizga yaqinlashish bir paytlar qandaydir sehrli lahzaga o'xshardi. Ko'chaga chiqasiz, ko'zingizga yoqimli bo'lib ko'ringan kishini uchratasiz. Nigohlar to'qnashadi, ichingizda bir uchqun paydo bo'ladi.
Ularning harakatlarini, tabassumini kuzatasiz. U kim ekan deb o'ylaysiz. Salom deyishga jur'at to'playsiz va yuzma-yuz rad javobini eshitib qolish xavfiga tayyor turasiz. Endi esa bugungi kunga nazar tashlaylik. Tanishuv ilovalari odamlar bilan haqiqiy hayotda uchrashishning tabiiyligini yemirib yubordi. Ular ehtimoliy juftliklarni oddiy mahsulotga aylantirib qo'ydi. Go'yo insonlar tugamaydigan konveyer lentalarida oldimizdan o'tib borayotgandek. Biz esa ularning orasidan eng zo'rini tanlashga urinib ko'ramiz. Lekin shu paytning o'zida undan ham yaxshiroq variant allaqachon yo'lda ekanligini bilamiz. Bu ilovalar bizga ulkan global tanishuv maydoniga kirish imkoniyatini berayotganini inobatga olsak, odamlarning tanlov paradoksini boshdan kechirayotganligi ajablanarli emas. Ma'naviy mehnat nuqtai nazaridan qaraganda, texnologiya hayotni osonroq va xavfsizroq qildi, lekin bir paytlar hayotimizga ma'no bergan ko'plab tajribalarni yo'qotib tashladi ham. Biroq hayotni jozibador qilmay qo'ygan narsa faqat mazmunli tajribalarga yo'qolgan emas. Har safar tashrif buyuradigan shaharlaringiz tobora bir-biriga o'xshab ketayotganini sezganmisiz? Tokiodagi savdo ko'chalaridan birida yurar ekanman, mana shu fikr birdaniga miyamda chaqnadi. Tokio dunyoning narigi tomonida joylashganiga qaramay, uning ko'chalarida o'z mamlakatimda ko'radigan brendlarni ko'ryapman. Zara, H&M, McDonald's, Burger King, Starbucks, Apple, Nike. Go'yo ular mening mamlakatimni qanday egallab olishgan bo'lsa, bu yerni ham xuddi shunday egallab olishgandek. Shu tariqa butun dunyo bo'ylab odamlar ko'pincha bir xil kiyimda yurishadi, bir xil qahva stakanlarini ko'tarib yurishadi, bir xil yog'li gamburgerlarni yeyishadi. Avvallari mana shu gamburgerlar bu qadar bir xil emas edi. Hozirgi gipergloballashuvdan oldingi Parijni hanuz eslayman. O'sha paytlar Parijga o'xshardi desam bo'ladi. Ko'chalarida mayda fransuz do'konlari, bistro va mahalliy novoxonlarga keng tarqalgan edi. Biz Ispaniyaga ta'tilga borganimizda o'zimizning valyuta, ya'ni guldenlarimizni o'sha paytdagi mahalliy valyuta, ya'ni pesetaga almashtirardik. Bu biroz noqulay bo'lsa-da, aynan shu narsa bizni boshqa mamlakatda, boshqa jamiyatda ekanimizni his qilishga yordam berardi. Bugun esa gulden ham, peseta ham yo'q. Ularning o'rnini hamma joyda bir xil bo'lgan yevro egallagan. Globallashuv o'zi bilan birga standartlashtirish jarayonini ham olib keldi. Madaniyat, valyuta, moda, taom yoki me'morchilikdagi rang-barangliklarni asrab avalash o'rniga insoniyat tobora ko'proq bir xillik sari yurmoqda. Biz xilma-xillikdan ko'ra bir xillikni va samaradorlikni ko'proq yoqtiramiz. Bugungi dunyo shuning hisobiga ancha silliq ishlaydi. Hamma narsani oldindan taxmin qilish osonroq, hammasi kamroq, g'alati. Atrofni tushunish ham har doimgidan osonroq, lekin natijada boshqa mamlakatga borish unchalik jozibador bo'lmay qolmayaptimi? Chunki hamma narsa shu qadar tanishki, o'zingizni yagona global madaniyatning mayda bir bo'lagidek his qila boshlaysiz. Janubiy koreyalik faylasuf Byung-Chul Han mana shu standartlashtirish hodisasini bir xillik dahshati deb ataydi. Uning fikricha jamiyat boshqani, ya'ni biznikidan farq qiladigan har qanday narsani zo'ravonlarcha yo'q qilar ekan. Oxir-oqibat o'zini ham yo'q qilib qo'yadi. Bu bir xillikni bugungi algoritmlarda ham yaqqol ko'rish mumkin. Ular bizni doim bir xil turdagi kontent bilan boqadi. Bizga har doim o'z qiziqishlarimizga mos seriallar, bir xil mahsulotlar, tanishuv ilovalarida bir xil turdagi odamlar, siyosiy qarashlarimizga mos keladigan bir xil fikrlar uchrayveradi. Natijada biz faqat o'zimizga o'xshaganlar yaratgan kontentni iste'mol qilib, bexosdan o'zimiz yakka fikrli shaxslarga aylantira boshlaymiz. Han shunday deydi. Odamlar hamma joylarga sayohat qiladilar, ammo hech narsani boshdan kechirmaydilar. Ular hamma narsaga ko'z yugurtiradilar, ammo hech bir narsa ularning idrokiga borib yetmaydi. Axborot va ma'lumotlarni to'playdilar, ammo hech qanday bilimga erishmaydilar. Sarguzashtlar va qiziqishlarga chanqoq bo'ladilar, ammo doimo bir xilligicha qolaveradilar. Onlayn do'stlar va obunachilarini ko'paytiradilar, ammo hech qachon boshqa bir odam bilan real hayotda uchrashmaydilar. Ijtimoiy tarmoqlar ijtimoiylikning mutlaq 0 darajasini tashkil qiladi. Bir xillikning ortib borishi va bizning notanish narsalardan qochib, doimo allaqachon tanish bo'lgan narsalar, o'zimizga o'xshagan odamlarga intilishimiz tufayli hayotimiz tobora torayib bormoqda. Tajribalarimiz qisqarib boryapti. Ajablanarli emas. Hamma narsa tekis va kulrang. Ma'nosiz bo'lib tuyula boshlaydi. G'alati va o'zimizgidan farqli bo'lgan narsalardan tobora ko'proq cho'chiy boshlaymiz. Dunyo bilan chinakam yuzlashish o'rniga biz ham boshqalar singari bir xil fast foodni iste'mol qilish bilan cheklanib qolaveramiz. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.